25 kun qisqa umri davomida 4 xil ko'rinishni boshdan kechiradigan mo'jizaviy jonivor – ipak qurti. Avval tuxum, so'ng qurt, g'umbak va nihoyat kapalak. Bu kichik jonivor faqat tut bargi bilan oziqlanib, inson mehnati bilan uyg'un holda betakror ipak tolalarini yaratadi. 2026-yil pilla hosili uchun Uzun tumanida 1688 quti ipak qurti aholi xonadonlari hamda fermer xo'jaliklarida parvarish qilinmoqda. Biz Yangi hayot mahallasida bo'lib, pilla yetishtirish bilan shug'ullanayotgan bir nechta xonadonlar faoliyati bilan yaqindan tanishdik. Necha yildan beri pillachilik bilan shug'ullanasiz? Pillani eng qiyin qaysi vaziyatidan chiqib ketish qiyin yetishtirishda? Nobud bo'lish, yo'qotish holatlari ham bo'ladimi?